Upworkda burnout bo'lishni bitta sababi bu skam mijozlar. Boshqa videolarda ko'rdik, ba'zi skamlar haqida o'qidik yoki даже o'sha yerda bitta skam ish ham bor edi. Kripto transfer nimadir deb yozgan edi, katta pul qo'ygan edi, soatiga $40 dan $100 edimi. Mana shunaqa ishlar skam va aynan shu ishlar uchun ko'p kishi birinchi ishi skam bo'lib qoladi yoki ikkinchi ishi skam bo'lib qoladi yoki faqat skamlarga duch kelgani uchun Upworkni tashlab ketadi. Bu yoqda hamma skamerlar deydi, ish topib bo'lmaydi. Burnout, oddiy burnout. Mani o'zimning karyeramda yoki uchniklarimda ham juda ko'p skamlar uchragan. Biz ularni har doim chetlab o'tishga harakat qilishimiz kerak. Keyinlar bugun shuni ko'rib chiqamiz. Qanday skamlardan uzoq turish kerak, nima qilish kerak. Juda ko'p skamlar uchraydi. Hozir men bir Upworkni qidirib ko'rdim, topa olmadim, chunki Upwork ularni topib udalit qilib tashlaydi. Lekin shu darsimiz davomida guruhga men tashlab boraman har xil skam nimalarni. Skam bo'lgan ishlarni, shu primerini ko'rishlaringiz uchun. Hozir bu yoqda biz menimcha 15 xil turlarini ko'ramiz. Qanday sizni skam qilishlari mumkin. Okay, birinchisi bu they ask to move off Upwork immediately. Ular Upworkdan tashqarida ishlashni srazu sizga taklif etadi. Keling, Telegramda gaplashaylik, WhatsAppda gaplashaylik yoki men sizni ishga olaman, u yoq bu yoq deb srazu Upworkdan tashqariga olib chiqishga harakat qiladi. Ana endi yangi mijozlar uchun Upworkda ham yangi, hali birinchi marta ish beryapti, bunaqa mijozlar bilan hech qachon Upworkdan tashqarida chiqmang. Xod eski bo'lsa ham, siz bilan уже allaqachon bir haftadan beri ishlayotgan bo'lsa ham, Upworkdan tashqariga chiqmaslikka harakat qiling. Endi ish kichkina bo'lsa agar, уже enterprise katta mijozlar bo'lsa agar, mayli endi chiqib Slack orqali yoki boshqa bir platformalar orqali gapirsangiz bo'ladi. Lekin yangi mijozlar bilan iloji boricha Upworkni ichida qolishga harakat qiling. Chiqmang Upworkni ichidan. Endi bu доказательство sizga, agar klient to'lamayman pulini desa, nimadir bo'lsa agar, siz aytasiz, "Ey, Upwork saborga yozasiz, "Ey, qara, men bunaqa conversation ketyapti. Men bunaqa muammo bo'lyapti. Mijoz pulini to'lamayman deyapti. Men bu yoqda minomat emas" deb siz o'zingizni tarafingizni olib доказательствоsi bilan ko'rsatsangiz bo'ladi. Shu uchun hech qachon Upworkdan tashqariga hech kim bilan ishlamang. Upworkdan tashqarida ishladingizmi? Birinchi muammo tamom pulni ololmasligingiz mumkin. Ikkinchi muammo Upworkda hozir bizda maqsadimiz ko'proq odziv yig'ish, Endi Upwork Start maqsadi ko'proq odziv yig'ish. Odziv yig'a olmaysiz yoki qanchalik ko'p Upworkda ishlasangiz, xod siz $10,000 ishlagan bo'lsangiz, xod $1 million ishlagan bo'lsangiz ham Upworkning ichida qolgan yaxshi. Toki mijoz chiqib ketdi, toki mijoz eski bo'lmasa, yangi kontraktlar tuzmayotgan bo'lsa, o'sha eski kontrakt bo'lsa, Upworkda qolaversin. Ba'zan chiqish mumkin, lekin o'sha ham riskovanniy. Даже men LinkedInda shu haqida bir nechta postlar qilganman. Eski mijoz, hammasi yaxshi, bir necha marta proyektlar qilganmiz birga. Yangi bitta proyektni boshladik. WhatsApp orqali hammasini gapirdik, lekin oxirida men o'sha ishni olamadim. Upworkning ichida qolish bu eng muhim narsa. Ikkinchisi, skam ishlar bizga juda katta pul to'lashga harakat qiladi. Tipa katta pul to'lamoqchi bo'ladi, bitta oddiy entry level qanaqadir ish bo'ladi. Va sizga soatiga $100 to'lamoqchi. Uje bu red flag. Darhol tushunasizki, bu ish juda ham nereal, Masalan, oddiy ish bo'lishi mumkin. Men $35 turgan bo'lsa agar, men shunga 5,000, 10,000 yoki qanaqadir summalar qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki soatlik deydi, katta pul to'laydi, Yoki hozirgi skamerlar ham juda umniy bor-ku. Yaqinda o'zim bilan bitta voqea bo'ldi. O'sha voqeada, okay, bu eskiroq bitta voqeani ko'raylik. Eskisi, masalan, they ask you to pay something upfront. Bir necha yil oldin menga necha yil o'zgan bu? Bilmadim, bir necha yil oldin bitta mijoz yozyapti. Menga deydi, O'zbekistonda dasturchilarim bor, sen menga virtual assistent, ularga pul to'lash kerak. Hozir sen plastikdan pul to'layib bor, men keyin senga Upwork orqali o'tkazaman, yo'q, shunaqa gaplar yozyapti. Men bu yoqda aytayapman, "Ey, kol qilaylik", yo'q. Kol qilishni xohlamayapti. Kel deyapman, o'sha dash ignore qilyapti. Dash kol qilish haqida hech qanaqa menga SMS yozmayapti.
Men bunga tushundim. Okey, deyapman. Men tushunaman, lekin call qilib gapiraylik deyapman. Вообще javob yozmayapti. Agar men bunga hozir boshqa narsa yozardim, bu menga javob yozaverardi. Keyin men nima qildim? Men shu rasmini birinchi o'chirdim. Вроде бы ishi normal ko'rinyapti. Menga o'sha kontrakt yuborib bo'lgan-ku bu. Rasmini qarayapman. Olyapman, Google'ga tashlayapman. Shu bu qanaqadir aktyorni rasmi bo'lib chiqyapti va bu haqida yozyapman. Shunaqa mijozlar bor. Oldindan qanaqadir to'lov yoki mana shunaqa yo'llar bilan sizni qanaqadir aldashi mumkin. Bu hali eskiroq skam. Bugungi skamlar вообще o'zgarib ketgan. Masalan, yaqinda men shu vaqtda LinkedInda bitta post yozdim. Yaqinda bitta mijoz menga 3 kun, 4 kun savol berib o'tiribdi. Hammasi yaxshi. Вроде бы bundan oldin o'sha kishi bilan ishlagan, normalniy mijoz. Relevant savollar so'rayapti, professional. Okey dedim, keyin aytdim, men senga task bitta beraman dedi, zadacha beraman dedi. Menga GitHub'ingni yubor, GitHub orqali men senga proyektni yuboraman, o'zingga run qilib men bu ishni qilgin va menga screenshotini tashlagin deyapti. Okey deyapman. Qit'a shubhaga bordim. Hay deb shunday proyektni oldim, klon qildim, run qildim, aytgan ishini qildim. Lekin o'shalarni qilishimdan oldin men o'zim birinchi o'qib ko'rdim. Qani proyektni kichkina proyekt edi. Qani birovlardan подозрительный narsa yo'qmi? Birinchi очередь proyekt 2 yil oldin qilingan edi, 2 yil oldin qo'yilgan edi. Ikkinchi narsa yo'qda hech nima o'zgarmagan. Men aytdim, okey, 2 yil oldin qo'ygan bo'lsa, вроде бы нормальный. O'qib ko'ryapman, hech qanaqa narsa подозрительный yo'q. Kichkina proyekt, har bitta faylni kirib ko'ryapman. Har bitta narsalarni ko'ryapman. Package fayllarni ko'ryapman. Keyin AI ga yozyapman. Qaraqani, men bu yerda biron подозрительный scam yoki nimadir bormi deyapman. AI ham aytayapti, yo'q, hammasi yaxshi deyapti. Okey deyapman. Ishni qilyapman va klientga yozyapman. Bo'ldi, sen umidga qilolmading. Yana bitta narsa shuki, klientlar bizani shoshiltirishga harakat qiladi. Skamerlar bizani shoshiltirishga harakat qiladi. U umidga qilolmadim. 1 minut, 2 minut qilyapman. Bo'ldi, seni ishga olmaymiz, menga kerak emas deb o'shandan keyin to'xtatdi. Вообще yozmadi menga. Va men okey dedim, вроде бы нормальный klient. Bir necha kundan keyin apelkuni bank qilyapti, menga yozyapti, hamma narsani tekshir, men bu klient skamer, nimadir senga qilgan, yo'q, biz senga bir narsa bo'lsa, javob bermaymiz deyapti. Skamerlar apel javob bermaydi. Agar siz skamerga tushsangiz, nimadir pullaringizni yo'qotsangiz, apel javob bermaydi. Shuning uchun bu xil bo'lish kerak. Linklarni ochmaslik kerak. Agar kontrakt qilmagan bo'lsangiz, normalniy klient bo'lmasa agar, yo'q qilmayman deng yoki u klientlarni shunchaki ignore qiling. Yoki mana shu meni qo'limga tushib qolasiz. Keyin men kompyuterimdagi hamma narsani o'chirib, kompyuterimni переустановка qilishim to'g'ri keldi. Undan keyin login parolalarimni hamma veb-saytlarga almashtirishga to'g'ri keldi. Mana shunaqa problema bo'ldi. Shuning uchun qanchalik umli bo'lmasangiz, qanchalik xushyor bo'lmasangiz, bugun skamerlar bizani yangi yo'llar bilan ushlashga harakat qilyapti. Endi qanday u nima ichida borligi LinkedInda kirib o'qisangiz bo'ladi. Qanday meni kompyuterimni vzlom qilgani haqida. 5-inchisi job description, Job description juda ham oson, qanaqadir yoki copy paste bo'lishi mumkin, O'shandan ham tushunsa bo'ladi. Bugun hamma joblar AI bilan yozilgan. Bu ham xuddi professional yozilganday bo'lishi ham mumkin, O'sha job postdan bilib bo'lmaydi, descriptiondan bilib bo'lmaydi. Avval bilib bo'lardi, lekin bugungi AI nimada bilish qiyin. Kontraktlarning ichida milestonelar bilan qilish kerak, Katta ish bo'lsa agar, masalan $1000 ish bo'lsa agar, 10 ga bo'lib chiqish kerak ishni. Чтобы bitta ishni qildingiz, ikkinchisini nima qilsin? Ikkinchisini bitta ishni partini qildingiz va o'shanga sizga pul to'lasin. Shunaqa mijozlar bor, mayli ular sizga kirib kompyuteringizni vzlom qilmaydi, lekin ishini bepulga olmoqchi bo'ladi, tushunyapsizmi? Shuncha qilgan ishingizni shunchaki pul to'lamasdan olmoqchi bo'ladi. Shuning uchun bunaqalardan ham uzoqroq turish kerak. Bitta ishni qildingizmi, o'shanga yarasha pulni olish kerak, Telegram bot yaratyapsizmi? Milestone-ga qanaqadir funksiyasini yaratdingiz. Aytasiz, okey, men bu funksiyaga men bu pulni to'laysan, bu funksiyaga pulni deploydan keyin men bu pulni to'laysan deb milestone-ga bo'lib chiqish kerak. Чтобы pul escrowda tursin. Va ular yana
personal information so'rashi mumkin. Hech qachon bermang. Hech kimga pasport, number phone, boshqa narsa hech qachon bermang ularga. Agar u enterprise mijoz bo'lsa, 100 ming, 200 ming dollar ishlatgan bo'lsa, siz bilan kontraktni qildiki, menga NDA qilish kerak, menga pasporting kerak, u narsa kerak, bu narsa kerak desa berish mumkin. Lekin shunchaki yangi mijozga hech qachon hech qanaqa personal information bermang. Ular sizni boshqacha yo'l bilan informatsiyangizni sotadi yoki biron boshqa ish qiladi yoki sizga boshqacha yo'l bilan kontakt qiladi va biron yo'lini topadi skam qilishni. Shuning uchun personal information hech qachon bermang. Ular qanaqadir brendlarning ismidan yozishi mumkin. Menda даже bu faqat Upworkda emas, LinkedIn orqali bo'lgan, boshqa joylar orqali bo'lgan. Bundan ham boxar bo'lamiz. Yangi Upworkga yangi kirganlarga yozmasligi mumkin ular. Bor-ku, yozsa ham hech qanaqa mana shu boshida aytgan narsalarimni qilmasligi mumkin. Shuning uchun bundan ham boxar bo'lamiz. Brendning ismidan yozayotganlardan ham. Their account is new with no verification. Ularning akkauntida ko'pincha birta job bo'ladi yoki 10 ta job birortasiga ham ishga olmagan yoki bitta job bo'ladi 200 kishiga topshirgan, shunaqa ishlar bor. Masalan, kirasiz, men bu yerda proposal 10 ta turgan bo'lsa agar, 10 ta turgan bo'lsa agar, men bu yoqqa kirib qarasangiz agar, inviteslar 300 kishiga yuborgan. Proposallar 50 ta yoki interviewing 500 kishini interview qilib o'tiribdi. Men уже bu mijozlar уже katta ehtimol bilan yoki qanaqadir data yig'ibdi yoki skamerlar. Shuning uchun ulardan boxar bilish kerak. Men buni o'chirib qo'yamiz. Okay. They pressure you to act fast. O'sha boshda aytganimda, davay tez. Men bu yoqda, men bu rasmda ham yoki o'sha vaqt menda bo'lgan случайda ham 10 minutda qilib ber deydi. 10 minutda nima qilgan? O'sha bu nimalar sizni qanaydir pulni olmoqchi yoki nimadir kompyuteringizga o'rnatmoqchi, shoshiltirgan mijozlar bilan ishlamaymiz. Aytishi mumkin mijozlar. Menga 2 soatda mana bu ishni qilib berishing kerak deb. Masalan, $30 beradi, 2 soatda men bu programmani taxlab ber deydi menga. U sizga hech qanaqa dokument tashamaydi yoki hech qanaqa link tashamaydi. Shunchaki mana shu description tashaydi, mana shuni taxlab ber, 2 soatda qilib ber. Okay, men bu normalni, lekin link tashayapti, fayl tashayapti. Tez linkka kirib, men bu ishni qilgin, men kontraktni qildim, kontraktni qilgan bo'lsam, shoshilmang u ishni qilishga borku. Hech qachon shoshilmang. Shoshilib qolsangiz agar, men shu skamerlarga duch kelishingiz mumkin. They use bad grammar. Okay, bugungi kunda ham men bu ishlamasligi mumkin. Chunki AI bor, cho'tki yozishi mumkin, cho'tki savollar so'rashi mumkin, Siz sohangizga taalluqli, xuddi professionalda o'zini tutishi mumkin. Shuning uchun bundan ham boxabar bo'ling. Hammasi cho'tki bo'lishi mumkin, lekin o'shanda ham sizni skam qilishi mumkin. Bundan oldingi bir ikkita videoda ko'rdik, bittasi kripto transfer degan job qo'ygandi va $40 dan $100 beraman degandi. Qarang, mana shu joblar realni, o'shalar bor. Men transfer qilyapman yoki men bu yerda qanaqadir muammocha bo'ldi, yoki men buni analiz qilish kerak, virtual assistant kerak, u kerak, bu kerak deb, qani siz kriptoga tushunadigan odamlarni baribir qanaqadir $10 plus bo'lsin oladi bular. Shunaqa past odamlar bular. $10 plus bo'lsa ham oladi. Qanaqadir odam Indiyada, Afrikada, qayerdadir o'tiribdi. Xarobada bitta kompyuteri bor, bitta interneti bor, tamom. Ularga $10 ham pul, tushunasizmi? $5 ham pul. Shuning uchun mana bunaqa job title'lardan ham uzoqroq yurish kerak. Data entry with payments, check printing, crypto jobs, virtual assistant, nimadir deb sizni kompyuteringizga dostup bo'lib yoki o'sha walletingizga dostup bo'lib pulni olishi mumkin. Men bu juda ham даже любой joyda klientlarga nima qilinadi, ko'rilishi mumkin. Shunaqa klientlar любой joyda ko'rishingiz mumkin. Nima deydi ular? Men bu ishni kamroqqa qilib ber yoki men bu partini qilib ber, men yangi ish beraman, qimmatroq bo'ladi yoki yangi ish beraman. Ana unisiga pul to'layman, u yoq bu yoq deyishi mumkin. To'g'ri, ba'zi klientlar bor, biz o'zimiz ularga taklif berishimiz mumkin, chunki ularning profili zo'r,
$1 million yo'qotgan yoki nimadir qilgan yoki berayotgan ishi uzoq muddatli. Ularga test tasdiq qilib berishimiz mumkin, lekin ba'zilar test tasdiq deb sizga ishni qildirib olishi mumkin. Yoki "Men bu ishni $100 qilib ber, kelasi oy men senga mana bunaqa ish beraman, $1000 qilib berasan" deydi. Okey. To'g'ri, bunaqa mijozlarning yaxshisi ham bor, lekin ko'bisi sizdan arzon bargini olmoqchi, arzon ish olmoqchi. Ishingizga arzon pul to'lamoqchi yoki вообще pul to'lamoqchi emas. Shuning uchun ulardan ham boxabar bo'lamiz. Men bu yerda video call. Qarang, video call qilgin deyapman, video call deyapman, yo'q deydi. Shuning uchun har doim aytaman, video calllar muhim. Shunchaki mijozni olishingizga emas, balki o'shani skammi yoki skam emasligini bilish uchun. Ingliz tilini yaxshiroq o'rganing. Klientlar bilan ko'proq video call qiling. Bo'lmasa, katta ishlarni olish juda ham qiyin bo'ladi. Даже невозможно bo'ladi desam ham rost. Kichkina ishlarni olishingiz mumkin, lekin katta ishlarni ola olmaysiz. Hamma katta ishlar call talab qiladi. Masalan, men oxirgi bitta $450 bitta Telegram bot oldim. Okey, men bu bot oddiy mana shu bot hech qanaqa call qilmadik. $350. Lekin $1000 dan yuqori ishlagan har bitta mijozim bilan biza call qilgan. $1000 dan yuqori ishlamoqchimisiz? Call qiling mijozlar bilan. Okay. Access to your accounts. Qanaqadir GitHub'ni so'rashi mumkin, Upwork loginni so'rashi mumkin yoki boshqa email credentiallar yoki boshqa narsalarni so'rashi mumkin. Bulardan ham boxabar bo'lamiz. Okay, mana shu hamma skam qilishi mumkin bo'lgan yo'llar, bundan ham ko'p yo'llar kundan kunga ochilyapti. Skamerlar pro levelga chiqib ketyapti, shu uchun boxabar bo'lamiz. Men yana skamer example'larni uchratsam agar Upworkda guruhga tashlab boraman, ko'rib boring. Agar siz ham qanaqadir skamga duch kelsangiz yoki qanaqadir ishni skam deb o'ylasangiz, guruhga yozing o'sha skamlar haqida. Чтобы boshqalar ham bilsin. Nima bo'lyapti, skamlar qanaqa, Okey, faylni oxirida qo'yaman. Yangi darsda ko'rishguncha.